Zavtraklar uchun masalan bu taxtakachlar. Taxtakachga mamlatiga qozon qo'ysangiz, bu yog'iga qozonni nima deydi? Krishkasi, shapkasi qo'yiladi. Unda tiqib qo'yasiz, o'shanda tushib ketmaydigan bo'ladi. Sirni daskalar bor. Xohlagan narsalar qo'ysangiz bo'ladi. Bunga olivka qo'yasiz, olma sirkasi qo'yishingiz mumkin. Uzum sirka, olma sirka, xohlagan soyalar qo'ya bilasiz. Xohlagan narsani qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bunga esa manda bor, uyda yolg'on gapirmang, bunaqadan bor. Taxtaligi ham bor, temirligi ham bor. Manda faqat makaron turmaydi. Men sizlarga o'xshagan idealni domохозяйка emasman, lekin manda xlopiyali turadi buning ichida. Xlopiyali mamnaqa tursa, bizada ko'p bo'lgani uchun, ko'p yeyilgani uchun ochilib orqada qolib ketadi-da, u qurtlab ketishi mumkin ko'rinmasdan. Faqat oldidagi ishlatiladi. Shuning uchun faqat bunga solaman-da. Tugashi bilan olib ochib yana soladi. Olib ochib yana soladi. Bitta pachkaga bitta yetadigan qilib qo'yganman. Bitta mana shunaqa. Zavtrakka juda ham yaxshi nonushtalarga mamlaqa donlarga ham zo'r, guruchlar. Makaronidan. Meni дети bilmayman, sizlarnikida qanaqa, meni bolalarim hammasi kuydirib pishirdi, rosa sevishadi. Italyanskiy kuxnyani endi bilmayman, bu yog'idan kirib, bu yog'idan chiqishadi. Oyisi ham rosa kuxnyani yaxshi ko'radi, faqat oyisi ovqat yeyishni yaxshi ko'radi. Men juda ham sevaman meksikanskiy, brazilskiy ovqatlarni, italyanskiy kuxnyani обожаю. Angliyskiyni endi вообще sevaman, yoshligimdan yeb katta bo'lganman. Yaxshiyam Saidazamxon, katta o'g'lim, farzandim o'zi ham o'sha yerda o'qib katta bo'lgani uchun u ham zo'r angliyskiy ovqatlarni pishiradi, shotlandskiy ovqatlar pishiradi, dahshat. O'shanga ona ovqatdan rozi. Faqat ularga chiroyli narsalarni taqdim etib bersam, ularga olib borib bersam, ularga qo'yib bersam, masallig'ini o'rganadi. Masallig'ini ham o'zi olib keladi. Mana bunaqa narsalarni olib borib beraman-da, ular chiroyli qilib podacha qiladi. Podacha qilib yuborishadi-da. "O, mama, это новое" deydi. Sizlarni ham menimcha bolalar shunaqa. Hozir deyarli hamma bolalar maktabdan kelyapman. Hozir maktabdagi hamma bolalar oyisiga narsa tashigan. Bu biza qanaqa baxt bu. To'g'ri. Bu realniy baxt. O'g'il bolachalar oyisiga bunaqa tarelkacha olganda, bunday qilib oyisiga olib kelib, "Na, mama" debchi, oyisiga uni ichida chuchvara bor, tortam bor, nima topsa solganda endi, tushundingmi? U farqi yo'q. Chiroyli qilib oyisiga podacha. Fakt shirin bilan yog'ni aralashtirib olib kelib berganmiz. Oyisi yemaydi uni. Lekin fakt u mehr bilan olib kelganda, qani endi yemasin shuni oyisi? Tushundingmi? Iloji yo'q. Men aytamanki, aziz ayollar, bizni Alloh juda ham yaxshi ko'radi. Bizni shunaqa mehribon bolalar bilan siylagan va ayollar uchun, onalar uchun xursand bo'ldim. Mana shunaqa farzandlari chiroyli o'syapti. Aksariyat shu 95% bolalarni ko'rgan bo'lsam, hammasi onam deyapti. Demak, o'zbekning bolasi hammasi onam deydi, otam deydi. U ham bolam, chaqam deydigan bolalar yetishtirayotgan ekanmiz, Xudoga shukr. Ko'z tegmasin farzandlarimizga, ko'z tegmasin o'zbek onalarimizga. Onalarimiz dunyo turguncha tursin. Mana shu bolalarimizni duo qilib yashaveraylik iloyim. Men bilmadim. Men bolasi bor ayolni ko'rsam bilaman, что u baxtli. U narigi dunyoda ham baxtli bo'ladi, lekin bu dunyoda eng baxtli odam bu ona deb bilaman. Erkak kishi u zo'r baxtli, wow. Lekin haqiqiy baxtli odam bu ona.